Sevgi izhor qilish salom berishga o'xshab har ko'rganda aytilavermaydi. O'zini joyi, vaqti bo'ladi. Meni yaxshilab eshit. Ba'zan sevgi so'z bo'lib aytilmaydi. U erkakni eski kiyimida, urinib ketgan tuflisida, charchagan ko'zlarida yashaydi. Uydagi qaynayotgan qozon, o'chmayotgan chiroq shuning dalilidir. Erkak bo'lish bu bugun charchab yiqilsa ham ertaga hech kimga sezdirmasdan yana yo'lga chiqishdir. Bugungi og'riqni sukut bilan yopib, ertangi mas'uliyatni his qilishdir. Menga qara go'zalim, issiqqina uying, to'ldirib qo'yilgan muzlatgiching, qorni to'q bolalaring kimni mehnati ekanligini unutma. Ba'zan gul emas, mas'uliyat sevgi bo'ladi. Balki o'g'lingga velosiped olay deb, qizingga qo'g'irchoq, mana shu ro'zg'orim but bo'lsin deb sevaman deyish esidan chiqib qolgandir-da. Eringni sevgi tili shudir. Sevgi faqat so'zlarda yashamaydi. Ba'zan u jimlik ortidagi fidoyilikda yashaydi. Uni eshitish shart emas. Uni ko'ra bilish kerak. Uni his qilish kerak.